Xudo xolisa bugun ishlardan yo'qlab oldik. Akamiz ayvonlarini boshidagi yangi uchastkalarni polnisi yopib berdik, xudo xolisa. Xo'p, nimalarimiz romlarimiz o'rtasida chiqilog'i bor. O'ynalar 2 qavat, oq o'ynakka, eshiklar balkon profilda. Xo'p, taglari alyumin paroq bo'lgan. Ko'rish mumkin. Oyoqqa botmaydi, xudo xolisa. Shunday yopilishlari. Tomonlarimizda ham polnisiga penalarni 100% aylantirib. Bitta ham bor. Yopilishlari. Xo'p, ichkarida yana bitta bor. Keyin bu tomonlarimizni ham chiroq yopib berdik, ko'rishlar mumkin. Xo'p, qilib ketgandan keyin ishimizni bitirib bo'lgandan keyin o'zimizdan chiqqan misollar chiroqga yig'ishtirib qo'yamiz. Sababi klientga nima desam bo'ladi, og'irlik tushmasligi uchun chiroqli qilib ishlarimizni sifatli qilib berishga harakat qilamiz. Bizdan keyin yaxshi taassurotda qolishini xohlaymiz. Ruchkalarni ham o'sha swing bronz ruchkalaridan xudo xolisa uzoq yil xizmat qiladi patagonliklari bilan. Hamma romlarimizda ikkitadan ochilish, bitta. Hattoki mana bu bo'y pastakina bo'lgan nimamizga ham chitoqlar qo'yib yubordik, vitrajimizga. Ko'rishlar mumkin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, derazaga murojaat qilaverasizlar. Qo'ldan kelgancha ishlaycha rolni bitkazib beramiz.